Assalomu alaykum. BMW GT 5-seriya 20D avtomobilimiz. Gran Turismo ideal holatdagi avtomobil. 2013-yil 117 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i dizel. Balon holatlari ham normal holatda ekan. Salonlar nima deyapti uni? Jigarrang salon. Orqasi ham keng holatda. Mashinamiz narxi 13 million 200 ming won. Dollarga 9100 dollar bo'ladi. 2013-yil 117 ming kilometr yurgan dizel ideal holatdagi narx 9100 dollar. 13 million 200 ming won. Eshiklar bezramishli eshik. Elektronli sidina pamyatlarigacha mavjud. Salon nima deyapti? Bu salon jigarrang salon. Avtohold, avtoparking, 360 kameralari, sport, operation, comfort hammasidan bor. Ko'rilgan eshigini isitadi. Kattagina panorama tom. Black box, high pace. Hamma narsasi joyida. Tarpedadagi yog'ochlar nima deyapti? Ideal holatda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Maillari ham yog'och mana.